Albatta, olim menen zalimning qo'shna bo'lishida bir payda bar saboq bor. Bir olim bor ekan, anın janidagi sodager ekan, endi zolim sodagerda bir adal ish qilmaydi. Aram menen boygan, o'shunday ishlarni qilgan. Hech ko'ra olmaydi ekan arkanda. Ko'rolbaslik qiladi, boshqa qiladi, tinchibaydi. Har doim bir yuragida tinchlik yo'q boyagi odamning. Noligan. Belki qo'shnasi olim anchalik boy bo'lmasa da yuragi tinch, har doim tinchlikda yashaydi ekan, arug'da yashaydi ekan. Akırı boy chidabay, o'zining boyligidan rahat ola olmay, kunlari tunga ulan kunduzidagi tunga aylanib ketgan uchurda qiynalib yashashdan sig'ilib, oldina kelib, shuncha boyligim bor, boshqam bor, biroq hech tinchimayman. Yuragimda tinchlik topa olmay jataman. Emne qilsam, qanday qilsam? Boyagi olim aytadigan, senin yuraging tinchligi yo'qligi, sen men qilgan ishlarni qilmaysan. Emne ishlarni qilasiz? Men jegende jeyim, ichganda ichem, uxtaganda uxtayman deydi. Siz qilgan narsani men de qilaman, jegende jeyim, ichganda ichem, uxtaganda uxtayman deydi ekan. Yo'q. Adamlarning baxtsizligining sebebi o'ylarini boshqara olishmaydi. Alar o'ylardan qulu. Tamoq jeb atganda biznes turali söyleshadi, ideyalar tuzishadi. Uxtab atganda uyqusunda dag'ın ertangda qilsam bunday bo'ladi, bunday qilsam deb uxtaganda uxtashmaydi. Miyasida boshqa o'y bo'ladi. Men uxtaganda jalan uxtayman. Oyimda boshqa narsa bo'lmaydi. Namozda Allohdan oldi, har doim namozda Allohdan qo'rqib turaman. Jeganda har doim jeyman. Boshqa narsalar turali, har narsalar turali söyleshavermayman. Ichganda ichaman. Прогулка qilganda jalan tabiatdan rahat olib, gullarni jettap, o'shol yerda rahat olaman. O'shol yerda yurganda dag'in problemalarni o'ylab, qayg'irib, aytor, tinchlikni xohlasang sen o'yingni boshqarishni o'rgan deydi. O'yni boshqarishni o'rgansang, islomga qayt, namozga qayt deydi. Sebebi tinchlik namoz orqali keladi. Ruhaniyat namozda tinchlanadi. Qachon eng iyiq peshenengni sajdaga qo'ygan uchuningda, Alloh men sen oldingda pasman. Allohim sana sajda qilaman degan uchurib bosh yegan uchuningda, o'shanda chiniqib tinchlik tavasin, arug'lik tavasin deydi. Ne so'qda bo'lasizlar. Alloh taolo barcha o'shanda tinchlik nasib qilsin.